Yoshlik bu shunchaki yosh emas. Yoshlik bu g'ayrat, orzu, intilish, jasorat va yangilikka intilishdir. Davlat xizmatiga kirgan har bir yosh inson esa nafaqat o'z kelajagini, balki mamlakatning ertangi taraqqiyotini ham barpo etadi. Soliq organlarida xizmat qilish oddiy kasb emas. Bu yuksak ishonch va katta mas'uliyatdir. Chunki soliq davlat iqtisodiyotining qon tomiri hisoblanadi. Hurmatli yoshlar, sizlar davlat xizmatining yangi avlodisiz. Sizlardan faqat vazifani bajarish emas, balki tashabbus, innovatsion fikrlash va xalq bilan ochiq muloqot qilish ham kutilmoqda. Har bir taklifingiz tizimni yaxshilash uchun, har bir yangi g'oyangiz yuzlab insonlarning vaqtini tejash uchun, shuning uchun fikr bildirishdan, yangilik taklif qilishdan hech qachon tortinmang. Bugungi raqamli soliq xizmati aynan bilimli, zamonaviy va tashabbuskor yoshlar bilan yanada kuchayadi. Aziz yoshlar, hech qachon vaqtni behuda sarflamang. Har kuni kamida bir narsani o'rganing. Qonunchilikda o'zgarishlarni kuzating. Xorijiy tajribani o'rganing. Axborot texnologiyalarini chuqur o'zlashtiring. Bugungi bilim ertangi obro', ertangi obro' esa kelajakdagi katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Barchangizni yana bir bor yoshlar kuni bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling, orzu va maqsadlaringiz ulug' bo'lsin. Yurtimiz taraqqiyoti, soliq tizimining rivoji va xalqimiz farovonligi yo'lidagi xizmatlaringiz hamisha samarali bo'lsin.